Xitoy tajovuzchilari shunchalar bugun hamda mush qaraydigan bo'lsak 2024-ni tugatib 2025ga kirgandan boshlab aqadan nurg'un yig'inlarni echyotdi. Va ilgariki mush 2024-yildagi butun qilgan tajovuzchiliklarni hammasini muayyanlashtirib, xulosalab qilgan sonliq ma'lumotlar muqandaq jinoyatlarni qilganligini ko'rib turyapmiz. Bu qatima 10-navbatlik, ya'ni mush atalmish Uyg'ur avtonom rayonining 10-navbatlik 13-umumiy yig'ini 5 yanvarda echilib, bu yerda 1 yillik jinoyatlarni muayyanlashtirib bo'lgandan keyin 2025-yilda yana o'xshash yana bu ichki tashqi kurashning eng kuchli shaklda davom qilganligini ta'kidladi hamda. Qaraydigan bo'lsak, nurg'unlagan Xitoyga besim bo'lyapti, bu jinoyatlar davomli hamiyat o'tirib qo'yilyapti. Buningga hattoki mush bir oyning ichida o'tgan sizlar suhbat qilgandan tatib mush bir oyning ichida yana balkim 30 dan ko'proq Xitoy shirkati jazoga uchradi majburiy emgak masalasida. Mushunda bir vaziyatda yana o'xshash buni biroz bir tövellete, bunu biraz bir xalqaro bir e'lon qilganda olsun, biraz numuz qilay deyishni bilmay, yana o'xshash shaklda kuchaytirganligini bildirdi hamda. Bunu qanday bir shaklda analiz qilsiz hamda Xitoyning bu holatini? Hamda Xitoy chetdan qaraydigan bo'lsak, ya'ni maqsadi Sharq Turkistonni o'zininki Xitoyning zaminiga aylantirish, bu zamindagi xalqini Xitoylashtirish. Maqsad bu. Bunda bo'lgan taqdirda undan keyin Xitoy mayli hozir mang'izayotgan bu yeni İpek yo'li projesi bo'lsin, projekt bo'lsin, mayli bu O'rta Osiyo bilan Janubiy Osiyo bilan mundayliqi beqindirish ularni Sharq Turkistonga beqindirish yoki Sharq Turkiston jalb markazi bo'lib, ularni Sharq Turkistonga tortish degandek bunda strategiyasi bo'lsin. Ve Xitoyningki kuchlangan Xitoy talog'iga yeyilish lozim. Bu yeyilishning birisi sharqdan, birisi g'arbda bo'ladi. G'arbdan yeyilishi uchun Sharq Turkiston bir darvoz. Shundaqla bu Yevrosiyo bilan Xitoyni bog'lagan bir ko'rik. Bu darvoz yepilib qolsa, ko'rik yiqilib ketsa bo'lmaydi hamda Xitoy chetdan deganda. Şununla bu şu menfaatlarını qo'llab qilish uchun başka devletlerinin Sharq Turkistonga qo'l solmaslik uchun mishadagi xalqqa bu ilib borgan zulmni davom qilyapti. Zulm siyosati davom qilyapti. Burungi qarqanchaqda shakilchatda o'zgardi. Burun qo'rqmay lagerlarni qurib hamda rasmlarni tortib hamda dunyoga ko'rsatdi. Hozir uni texmo maxfiy qilgan bo'ldi. Bu sotlab bo'lib, undan keyin turmaga tashlash lozim, ama sotni bekçi sotlayotgan jarayonni biz ko'rmayapmiz. Bazı yerlerde bu Juliuso degan vaqtincha tutib turadigan yerlerde hozir burun 15 günde tutib turaladı, ama hozir aylar, yıllar tutalaydigan bo'lib qoldi. Shuningga ismini o'zgartgan bir şekilde bu zulüm devam kılıvadıdı. Şununla bu Xitoyningki davatkan Sharq Turkistonda kılıvatkan bu zulümni yushirish uchun Xitoyma teşvikatlarını kılıvadıdı. Hem chet elliklarni gapga qilg'izyapti, hem de Sharq Turkistonliklarni gapga qilg'izyapti. Ve oyun, tamaşa, tamak yeydiğen, içidiğen nim bolsa aşlarına köztüp Sharq Turkiston bayashat bir hayatta yaşavatkanlığını ve bunda zulümün hiç bulmaganlığını, yani görünüş bu Xitoyningki siyaseti bilan bunun ismi imaj projesi. Hoş. Yani imajni tüzdüş, obrazını tüzdüş projekti bo'lg'achqa dunyoga mashunda ta'tir tashviqotlarni qilib, ki bu bazı Xitoyga yaqin yoki Xitoydan manfaat kutgan bazı youtuberlar bo'lsin, bazı bu jurnalistlar bo'lsin, hozirgi Sharq Turkistonni qanday isil bo'lib ketganligini dunyoga to'ntivyotdi. Yani bir chetda hozir bu xalqaroningki mavjud
tüzümler, sistemler buzulup git vardı. Hem devlet ya ki rayon karakterlik teşkilatlar hazırki bu çuğuluvatkan, buzuluvatkan bu halkara münasebeti tüzümge karşı hemisi üzününki derdi bile şokunup git vardı. Şununla bu Şarkı Türkistan'da buluvatkan bu zulümlerine karşıma burun kadar tesirlik ya ki nazik karaydıgan ahvallar git vardı. Xitayma muşunda bir peyitten faydalanıp Şarkı Türkistan'da bir iktisadını güçlendiriş ve halkının iktisadını qoğdap qalsaq, yani bunu bayaşat hayatka bağlısak, ulama cidel çıkamaydı, yep içip oynaydı, tamaşa kıldı dep Şarkı Türkistan'ın gülünüşünü alaydı bir siyaset bile mangzı vardı. Hazır bulup mu şu turizm bile bunu canlandırışka tırışıyordu. Yani yılda 7-8 milyon Xitay kelip git vardı bu rayonga. Meyli kançılık pul taşıldı, kançılık pul taptı, o cette inik bir rakam bulmuşlar. Bunca cık adamlarını kelip gidişi hem de turist bile emez hem de öz aldığı kelip iş kılmen o bu digenleme neçe milyon. Şununla Şarkı Türkistan'daki Uygurlarının nüfusundan kök Xitaylama bu rayonga kelip git vardı. Yani bu görünüşte Şarkı Türkistan'da bir zulüm yoktek közü vardı. Hem de buna teşhip bunu faş kıldıran tabii ki çeteldeki teşkilatlar. Ama çeteldeki teşkilatlar mı hazırki halkara vaziyetlerden mi nasibini aldı der ki tesir uçurdu. Hoş. Şununla bu ciddi bununla tedbir almay bir mezgilden kim Xitayning deganlari to'g'ri bo'lib xalqaro tarafdan qabul qilingan bir ahvolga tushib qoldi. Misolga o'sha 90'lı yilning o'ttirdan e'tiboran Xitoy Sharq Turkiston mustaqilchi yoki Xitoydan ayrilman erkin yashayman degan odamlarning hammasini terrorist deb tanitdi. Teşkilatlarını xalqaro terör teşkilatı dedi. Şahsılarını xalqaro terörist deb tanıttı. Nurg'un devlet aşınaga egeshdi. Yani Uygur dese şu terörist deb aşına tushanganda hazır Xitoyma buni o'zgartirishga tirishayotdi. Yani obrazını o'zgartirishga tirishayotdi. Bunun karşı ciddi bir tedbir çare tedbirlerini ilişki zörür deb o'ylayman.